Bugun o'rtoqlar NFP haqida gaplashamiz. NFP ya'ni non-farm. Bir oyda bir marta keladigan eng xavfli va eng tez yuradigan yangilik hisoblanadi. NFP yangiligida nimalar qilish kerak va nimalar qilmaslik kerak shu haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda NFP paytida hovliqmaslik kerak trader. Ya'ni ko'pchilik yangilik chiqqan paytida zahotiga kirib oladi. Bu eng katta xatolardan biri. Yangilik chiqqandan keyin 15-20 daqiqadan so'ng bozor tinchlangandan keyin kirish kerak. Sababi yangilik paytida spreadlar katta bo'ladi, fake likvidlar bo'ladi, yolg'on yurishlar bo'ladi, juda ham ko'p manipulyatsiya jarayonlar bo'ladi. Shuning uchun yangilik chiqqandan keyin 15-20 daqiqadan keyin savdoga kirsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'pchilik yangilik paytida kirib oladi va depozitini oqizib qo'yadi shu sababdan. Natija e'lon qilinadi. Odatda narx ko'tariladi, ko'tarilgandan keyin likvidlarni yaqigandan keyin pastga tushadi. Ya'ni manipulyatsiya bo'ladi bu jarayonda. Ko'pchilik kulguli harakat qiladi. Sababi nimaga? Yangilik paytida $100, $50 bilan kirib oladi. Ya'ni bitta komandaga stavka qilish bilan bir xil bo'lib qolgan hozirgi NFP yangiliklarida savdo qilish bu noto'g'ri narsa.